Inson xohlaydimi, xohlamaydimi, birodarlar, saodatga muhtoj. Baxtli bo'lishligi kerak, baxtli bo'lishini xohlaydi. U baxt yo o'zini qalbidan otilib chiqadi, yo tashqaridan olib kelib boshiga keladi u baxt. Agar bandani qalbi Alloh bilan bo'lsa, uni saodati qalbidan otilib chiqadi. Ammo saodatni Allohning roziligidan istamasdan boshqa joydan istasa, dunyoda latalutasini ko'paytirishga o'tadi. Ovqatlanishini zo'r qilishni xohlaydi, zo'r kiyinishni xohlaydi, zo'r markab minishni xohlaydi, imorat soladi. Shuning uchun muxlis banda birodarlar, dunyoda saodatli yashashlikning yo'li faqat qalbini isloh qilishlikda deb biladi. Rozi bo'ling-da hayotingizdan. Hayotingiz zo'r. Norozi bo'ling, bilasiz qanday bo'lishligini. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz og'aynim Ubaydulloh bilan yaxshiligimizni yana bir qismini qildik. Bugun bozorda ehson qilib yurdik. Xudo xolasa keyingi qismda bundan ham zo'rlari bo'ladi deb o'ylayman. Like, comment bosib do'stinglarga ulashsangiz xursand bo'lardik. Agar sizda shunaqa muhtoj, ehsonga muhtoj inson bo'ladigan bo'lsa, bizga yozsangiz, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Ili sizning ehsoningiz bo'lsa, biz bilan bog'lansangiz, birgalikda borib ehson qilib kelamiz. Charchamanglar, salomat bo'ling.